Ukamizga yili yangiroq kam yurgan Spark ko'rsat deganingdan uchun okalar, bugun sotuvimizda 2019-yil ishlab chiqarilgan kraskada absolutely top toza bo'lgan Spark mashinamiz okalar bugun sotuvga chiqdi. Videoni boshidan hali menga podpiskani bosmagan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Yanada bundan yaxshiroq mashinani o'tkazib yormaysiz. Mashinamiz 90 ming kilometr yurgan, probeglar halol o'ziniki, bemalol tekshirib olsangiz bo'laveradi. Mashinamizni okalar ichki salonlarga ommali to'ladan usturovka qilib bo'lgan, okalar ko'ringlar bor. Sidinalari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya okalar, konditsionerlari bor. Obshubka qismlari ham okalar ko'rib turgandek matli holatda bo'lib turibdi. Orqa taraflari ham ko'rib turgandek mashinamiz ideal statsiyonada bo'lib turibdi. Mashinamizda yanada videoni ochib turish uchun diskalardan ham to'qib qo'yilgan ekan okalar. Mashinamizga hali gaz usturovkalari bo'lmagan. Bundan bu yog'iga bitta propan yoki gaz, metan gaz qo'yib olsangiz ham qish kunida qiynalmasdan mazza qilib yuraverasiz. Narxiga keladigan bo'lsa, mashinamizdan o'ylab mazza qilib haydab yurishingiz $7550 ga baraka qilib olsangiz bo'ladi. Dokumentlardan umuman muammosi yo'q. Xohlasangiz generali, xohlasangiz nomingizga apparat ham berilaveradi. Mashinamiz sizlar bilan.